Chorron brendi asoschisi Xurshid aka bilan xudo xolisa bugun intervyu qilamiz va qancha pul ishlab topadilar va bizneslarni qanaqa qilib boshlaganlar hammasini birgalikda bilib olamiz. Kvadrat metrli ishxonamiz. Oldingi birinchi ishxonamiz uyimizning ichiga bir mehmonxonadek kattaroq joy bor edi. O'yinga 5 xonaga boshladik. Chorron brendi. Nima uchun aynan Chorron nomini tanlagansizlar? Mana shu olgan o'zi uskuna necha pul turadi mana shu? O'sha vaqtda xodimlar ketib qolgan, bitta shogirdim qolgan. O'sha shogirdim aytgandek, aka, men bor, tamom, zerikmay hammasini qilamiz. Bu apparatlarni olishdan maqsad o'zi tushunmaydigan odam ham ishlab ketsin degan maqsadga olganmiz. Bu ham eng taniqli brend Yilmaz kompaniyasining. Buxoroda o'z sohasida chempion tadbirkorlardan Chorron brendi asoschisi Xurshid aka bilan xudo xolisa bugun intervyu qilamiz va qancha pul ishlab topadilar va bizneslarni qanaqa qilib boshlaganlar hammasini birgalikda bilib olamiz. Xurshid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Xudo xolisa bugun sizni biznesingizni va o'zingizni qanaqa qilib bu biznesga kirib kelgansiz batafsil aniqlab olamiz. Xo'p, biz qayerdamiz hozir? Hozir biz sotuv ofisimizda, biz ikkinchi filialimizda biz. Marhamat, ko'ramiz. Xurshid aka, ikkinchi showroomingizda nima narsalar qilgansiz? Bitta tanishib chiqsak yaxshi bo'lardi, xudo xolisa. Keling, men hozir ofisga kirishdan oldin men sizga tashqarini o'zidan boshlaymiz. Hozir mana bu joyimizga ochiladigan tom pergolalarni qo'yganmiz. Misol uchun bu sistemamiz bitta pult orqali ochiladi. Bu terrasa, misol uchun qanaqadir kafe, ochiq joylar uchun yaxshi yechim bo'la oladi. Bu mahsulotimiz o'zim ham kelgan vaqtimda mashinamni shu yerga qo'yaman, issiqqa turmaydi. Shu taraflari. Quyoshga chidash muddati qanaqa bo'ladi ekan? Tentiga 10 yil garantiya bor. Alyumin profillar plus alyumin osonlikka quyoshga hech narsa bo'lmaydi. Texnik xizmatlarni o'zimiz qilib berib turamiz. Qanaqadir kamchiliklar bo'lib tursa, qanaqa servis bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz korxona qilib beradi. Hozir ko'rib turibman, tepalarda mana chiroqlar qo'ygansiz. Bu quyoshda yoki sovuqda, yomg'irda nimadir holati o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Bu mahsulotlar Xitoy emas, Turkiya, zo'r mahsulotlar. Bir mahsulotlar quyoshda ham hech narsa bo'lmaydi. Yomg'irda ham, quyoshda ham chidam beradi. Uni xohlagan vaqtingizda o'chirib, xohlagan vaqtingizda yoqishingiz mumkin. Mana pultlari bor. Yoqib, bu chiroqlarni ham pult orqali boshqarsa bo'ladi. Shunday, любой vaqt qo'yib qo'ysangiz, kelgan vaqtingizga ochib, yopsa bo'ladi. Keling, ichkarini ko'rsataman. Sotuv ofisimiz asosan bu yerda sotuvchilarimiz, zametchiklarimiz o'tiradi. Bundan tashqari o'sha SMM bilan shug'ullanadigan xodimlarimiz ham shu yerda. Bilganingizdek, u yoqda hozir zavodga boramiz. U yerda ishlab chiqarish, sanoqli bo'limlar hammasi zavodda o'zida. Asosan bu yerda sotuv, shartnomalar hammasi shu yerda qilinadi. Xo'p, savol, bu showroom necha kvadrat joydan tashkil topgan va necha pul ketdi bu yerning remontliga, mana bu xarajatlari? Bu showroomimizga qarib $20,000 pul ketdi. Bu yer 100 kvadratga yaqin joy. 100 kvadratli joy showroom uchun qilgansiz. Shunday. O'zi qachon qaror keldiki, shunga ikkinchi showroom ochishga? Qaror anchadan beri bor edi, o'zi filialni ko'paytiramiz. Hammani tadbirkorning menimcha maqsadi shu filialni ko'paytirish bo'lsa kerak. Endi shu yilga nasib qilgan ekan, ochdik. Nasib bo'lsa ko'paytiramiz yana. Chorron brendi. Nima uchun aynan Chorron nomini tanlagansizlar? Chorron deb qo'yishimizni asosiy sabablaridan bittasi bu Chorron, bilsangiz agar Buxoroda Chor bilan nomlangan ko'p binolar, joylar bor-da. Chorron, misol Chorbakir, Chorminor, misol uchun o'zim Chorchinor degan joyda turaman. Biza Chorron brendini qo'yishimizning asosiy sabablaridan bittasi biza
buxorocha ruhni ko'tarish bo'lgan. Biza usta zo'r ustalar avlodida biza bu qarasa tarixiy binolar hammasi Buxoroda joylashgan. Misol uchun o'sha buyuk insonlar Buxorodan chiqqan. Biza ham shu insonlarda buyuk brend yaratishni maqsad qilganmiz. Biza shu Chorromni O'zbekistonni misol uchun o'zimizni shahrimizni shaharsozlikka o'zimizni brendimiz bilan hissamizni qo'shamiz degan maqsad qilganmiz. Chiroyiga chiroy qo'shamiz degan maqsad bilan Chorrom brendini qo'yganmiz. Qani tanishtiring endi bu yoqda nima? Keling bu yoqdan bir boshdan tanishtirib boramiz. Bu yoqda asosan eshiklarimiz. Aha. Bu yerga surma sistemalarni qo'yganmiz. Mana bu yoqdan ko'rsatadigan bo'lsam. Zo'r. Surma alyuminiy profil. Bu xonalarning ichini bo'ltash uchun asosan ishlatiladi. Ikki tomondan ishlaydi. Sistemamiz alyumin. Buni hammasini o'zlaringiz ishlab chiqarasizlarmi yo qaysidir davlatdan import sifatida kirib keladimi? Mahsulot profillar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shishalar o'zimiz O'zbekistonniki, yig'ilishi ishlari bizning o'zimiz zavodda ishlatiladi. Hammasini o'zlaringiz chiqadi va bu Buxoroda birinchilardan bo'lib aynan surma sistemadagi narsalarni ishlab chiqarish boshlagan. Shunday. Bu sistema aynan APK brendiniki, aksessuarlari. Menimcha yana bilmadim, Buxoroda hech kimda yo'q. Demak, eksklyuzivni Buxoroda birinchilardan bo'lib, kimdir agar shunaqa zakazlarni qilmoqchi bo'lsa, aynan sizlarning brendlaringizga kelishi kerak. Yana bir narsani aytishim kerak. Boshqalarda yo'q deganim, balkim boshqa shunga o'xshashlari bo'lishi mumkin. Imенно originali yo'q. Shuni aytishim kerak. Bu juda ham qulay. Ikki tomon. Endi nimasi bilan farq qiladi? Masalan, qo'l bola yasalganidan nimasi bilan farq qiladi? Buni qulayligi, shuma izolyatsiyasi, misol uchun tepasida davochiklari borligi, ikki tomonga ishlashi, misol uchun oddiy temir loftlardan ancha farq katta. Zo'rlashlar bilan ancha farq qiladi. Xo'p, mijozlar bilan ishlaganda asosan sizlar qanaqa qilib ishlaysizlar? Dizaynerlar qanaqadir sizlarga eskizlar chizib beradimi yoki o'zlaringiz ham avtorskiy loyihalaringiz bormi? Asosan dizayner chizadi. O'zimiz ham taklif bildiramiz. Misol uchun borgandan keyin qaysidir xonadonga shu mahsulot kerak, qaysigadir misol uchun boshqa xil kerak bo'ladi. Xonadonni vaziyatidan kelib chiqib, joyini qaysi to'g'ri kelishini o'zimiz belgilab beramiz. Klientning talabini o'rganamiz, o'shanga mos narsani qo'yib beramiz. Xo'p, hozir kimdir shundan zakaz qilmoqchi bo'lsa, taxminan necha pulga aylanadi? Shu Buxoro sharoitida mana shu sizlarga zakaz bersa, olib borib o'rnatib berish bilan taxminan necha pulga aylanadi? Bu kvadratga hisoblanadimi yoki qanaqadir metrgami? Tushundim siz savolingizda. Bu kvadrat metrga hisoblanmaydi. Klientlar misol uchun o'zi uchun kvadrat metr chiqarmoqchi bo'lsa, yana aytishim kerak, kvadrat metr emas. Qaysidir joyga kvadrat metr so'raylar. Misol uchun 10 kvadrat metrga $3000 bo'lishi mumkin, lekin 3300 bo'lishi mumkin. Bu rasxod materialdan kelib chiqib hisoblanadi. Asosiy 10 kvadrati $2,500 atrofga aylanadi. Originali. Bor, xuddi shu narsani o'zi, u ham Xitoydagi $2000-1800 atrofga aylanadiganlari ham bor. Ular endi nimasi bilan farq qiladi sizlarning ishlaringiz bilan? Bitta narsaki, asosiy aksessuar bilan mehnatiga farq qiladi. Ishi aniqligi bilan ishlashi, misol uchun borishlari, aksessuarlar bilan katta farq qiladi. Buni usta sezadi. O'zim ham necha marta qo'yib ko'rganman, arzonrog'i ishlashga farq qiladi. Zo'r. Agar misol kimgadir shunaqa surma eshikli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol sizlarni ofislaringizga kelib yoki telefon qilib ma'lumot so'rasa bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol kelib, kimdir qo'ymoqchi bo'lsa, ochib, yopib, ko'rib, ishlatib, foydalanib ko'rishlari mumkin. Qo'yishdan oldin bitta ishlatib ko'rsinlar. Sifatini ko'rib. Bu eshik bilan e'tiborimni tortdi. Bu nimasi bilan boshqa brendlardan ajralib turadi? Mana Chorrom brendlarini yozib qo'yishgan ekan. Zo'r. Bu eshigimiz alyuminiy profildan. Alyuminiy profildan asosini Perfect nomi. Perfect deyiladi. Juda ham mustahkam. Bitta richak bilan ochiladi. Ochilishlari. Shirokiy profil. Bunaqa eshiklar asosan qayerlarga joylashtiriladi? Misol do'konlarga, qanaqadir restoranlardami yo asosan kirish xodlarga qo'yiladimi? Bularni termoromlarni iloji boricha gabarit katta bo'lgan joylarga kirish eshiklari qo'ysa mustahkam chiqadi. Misol uchun bir xil joylarda plastik rom talab qilib keladilar, plastik rom qo'yib bering deb 2 kvadrat metrdan oshgan joylarga plastik emas, termorom qo'ygan yaxshiroq. Bu Termo Perfect
mana profilimiz. Keling ko'rsataman. Bu ham termol profil, alyuminiy profil. Alyuminiy profil bo'lgani bilan bu ham eng zo'r profillardan. Rangi shifishkudu. Mustahkam. Yana zavodga boraman, ishlab chiqarishni ko'rsataman. Bunda samarez ishlatilmaydi. Samarez mexanizmlari ishlatilmaydi. Keyin yana bitta plyus tarafi bu O'zbekiston iqlimiga eng zo'r to'g'ri keladigan eshiklardan. Kimdir plastik romdan eshik qilib bering, zo'r chiqadi deb keladi. Plastik romdan ham zo'r chiqadi. Zo'r, mana. Agar misol men hovlimda tashqi eshigiga buni qo'yganim yaxshimi yoki buni qo'yganim yaxshimi? Borgan vaqtimizga o'zimiz tavsiya beramiz, hammasini ham joyi bor. Eng trendlisi bu bo'lsa, u misol uchun maxsus joylar uchun. O'lchamidan kelib chiqadi. Misol uchun buni maksimal darajasi 280 balandlikgacha qilsa bo'ladi, uni 3 metrgacha qilsa bo'ladi. Demak 3 metrgacha bunga bemalol qo'ysa bo'ladi. O'lchamidan kelib chiqib tavsiya beramiz. Xo'p, bu eshigimiz haqida qanaqa ma'lumotlar bu berasiz? high-tech usuli. Bu ham o'zlaringizda ishlab chiqariladimi yo bu ham Xitoydan keladimi? Bu mahsuloti Xitoydan keladi. Profillarni shu yerda zavodda kesib yig'iladi. Xo'p, keyingi bu yoqda hozir asosan loft temir eshiklardan. Keling, marhamat. Ko'rishingiz. Pullar men bitta narsasiga e'tibor qaratdim, pol qismida nimalari yo'q ekan. Paroglari yo'q. Paroglar yo'q. Mana hozir yopgan vaqtimizga ham borib to'xtaydi o'zi. O'zi avtomatik tarzda oxirgi nuqtasi to'xtaydi. Juda ham zo'r. Bu hozir loft stildagi eshigimiz, u profil bilan materialga farq qiladi. Bu qo'lbola, metal. Birinchi ko'rgan eshigimiz alyuminiydan edi. Bunda o'zi metal ishlatilgan-da. Shunday. Bu asosan qayerlarda qo'yiladi? Bu o'sha oshxona, mehmonxonalarni ajratish, studiyalarni ajratish uchun qo'yiladigan eshiklardan. Xonalarning ichiga qo'yiladigan eshik shu bo'ladi. O'zi qachon shu fikrga keldingiz? Brend qilish, tizim qo'yish, qanaqadir showroomlar qilish, bu fikrlar o'zi qachon paydo bo'ldi sizga? Nimaga bu fikrlar birdaniga paydo bo'ladigan narsa emas. Bu uchun vaqt kerak, tajriba kerak, misol uchun ilm kerak bo'ladi. O'zi alyumin profillar, ya'ni shu eshik romlar bo'yicha necha yil bo'ldi bozorga kirganingizga? Qanaqa etaplarni bosib kelgansiz bugungacha? Biza 2013-yil aka-uka ikkalamiz boshlaganmiz, ukam Jamshid bilan. Kichkinagina joydan 5 ga adashmasam 10 joy edi. Bir ikkita stanok olib, sekin-sekin taxlab, qo'shnilarga taxlab, birinchi klientimiz qo'shnilar bilan qarindoshlar bo'lgan. Sekin-sekin taxlab shu kichkina joyda eski shaharga birinchi eslab bilaman, zakasimni eski shahardan zakas olgandik. Taksi bilan olib bordik mahsulotlarni, tayyor mahsulot etib eski shahar ichiga Moskvich kirolmagan, o'sha yerdan tushib, piyoda olib kirib, o'rnatgandan keyin avtobus bilan qaytganmiz. Chunki o'sha vaqtga marja past edi, misol uchun uslugalar past edi, o'sha qoplamasi ham-da даже. Lekin shunday bo'lsa ham, qoplamasa ham deb shu tadbirkorlikka qiziqib davom ettirganmiz. Instrumentlarni yelkaga olganmiz, avtobusda qaytganmiz. Agar chetga joylab bo'lsa, taksi yetib qo'ygan, qaytishga piyoda olib kelganmiz. Chunki o'rga mashina bo'lmagan, o'zimiz shaxsiy mashinamiz bo'lmagan. Qishloqning ichida yurmaydi. Taksi keyin sekin-sekin faoliyatimizni kengaytirib, maydonimizni kengaytirib, kattalashtirib boraverganmiz. Shu birinchi boshlaganda necha pul bilan boshlangan bu biznes? Birinchi boshlaganimizda deyarli qo'limizda pulimiz bo'lmagan. Zakaz olardik, avansini olardik, ishni qilardik, keyingi zakazga ulardik. Deyarli adashmasam 3 yilcha foydaga kirmagan bu biznesimiz. O'zi bilan o'zi aylangan. O'zi bu sohaga biznes sifatida boshlash qarori birdaniga paydo bo'lganmi yoki siz bundan ham oldin ham kimgadir shogird turib, ish o'rganib, keyin o'zingiz alohida bo'lib chiqishni niyat qilganmisiz? Qanaqa bo'lgan o'sha? Ungacha bo'lgan jarayon, biznes boshlangungacha bo'lgan jarayon. Bu uyimizga bir kun otamlar Jugulimizni sotib, akfa zakaz qilgandilar. Vitraj zakaz qilganda o'sha vaqtga bitta Juguli $4000 bo'lsa, o'sha qo'yilgan vitraj ham $4000. Bitta Jugulini puliga rom qo'yilganda. Shunchalik qimmat, foydasi ko'p bo'lsa kerak deb o'ylaganman, pulga qiziqib, shu akfaga kirganman. Etib qo'yganlar,
shogird turganmiz. Taxminan 1-2 oycha shogird turganman. Birinchi joyimga uzoqlik qilgan. Velik bilan borardim. Qaytishga velik dami chiqardi, piyoda italab kelardim velikni. Bunaqa qiynalganman-da birinchi shogird turgan vaqtimga. Imенно sohaga kirishimga o'zim ijtimoiy gumanitar bo'yicha o'qiganman, tarix bo'yicha yo'nalish bo'yicha o'qiganman. Doim ilm kerak ekanda. O'qiganim qanaqadir endi unaqa zo'r o'qiganman deya olmayman-ku. Lekin o'qiganim foydasi tekkan. O'sha tarix bo'ladi, boshqa bo'ladi. Men shu yoshlarga tavsiyam doim o'qish kerak ekanda. O'sha tarixni bilishingiz ham, misol uchun ona tili adabiyotni bilishingiz ham, misol uchun til bilishingiz ham doim nima sohaga bo'lishingizdan qat'iy nazar foydasi tegadi. Ustozimiz bor edilar, Yodgor va domla. Sinfkom edim maktabga. Sen sinfkom bo'lib turib matematikani bilmaysan, sen matematikani bilishing kerak deb da'vat qilaylar-da. O'sha kishi qaragandilar-da, iloyim shu seni menga matematika kerak emas degandim-da. Seni shu kuning har kun hisob kitob bilan o'tsin deb qaragandilar-da. Hozir ana qaraysiz, har kun hisob kitob. Ishim klient o'yiga boraman, hisob kitob kvadrat metr. Даже shunaqa bo'lganki, maktab vaqtida kvadrat metr chiqarish bilmaganman. Shu darajaga 0 bo'lganman-da matematikadan. Lekin hozir любой sohaga ishlagan odam bu moliyani zo'r boshqarsa, qancha oylikdan ishlashidan qat'iy nazar u 2 millionga ishlaydimi, 3 millionga ishlaydimi, moliya to'g'ri boshqarilsa, u hayotga yaxshi natijaga erishadi. Chunki investitsiya qilish kerak, kapital shakllantirish kerak. Doimiy bu odamni zapas moliyaviy doxodi bo'lish kerak. Nima deydi? Moliyaviy yostiqchasi bo'lish kerak. 20 yoshli Xurshidga hozir nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Hozir 20 yoshli Xurshid bilan hozirgi Xurshidda yer bilan osmoncha farq bor. Hozirgi sen o'zimga nisbatan boshqa yosh 20 yoshdagi 18 yoshdagi yigitlarga maslahatim nima bo'lishidan qat'iy nazar doim hunar, ilm bo'lish shart. Hunarsiz, ilmsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Ilm olish kerak. Yaqinda men bitta video chiqardim. Aynan 18 yoshli bolalar maktabni, kollejni tamomlagach, aynan kasb o'rganishlari shart ekanligi to'g'risida. Ko'pchilikka videoyimiz ozgina qattiq ta'sir qildi. Nimaga? Chunki men aytdimki, ularga Rossiyaga yoki chet elda ishlashga borganlaringizda albatta bitta kasb bilan boringlar. Hech bo'lmaganda til o'rganib boringlar degandi. Ko'pchilik biz majburmiz, maktab bitiramiz, chiqib kelamiz deb. Lekin maktab paytida ham nimadir kasb, hunar o'rganish mumkin ekanligi haqida biz video qilganimiz ba'zi birlarga noto'g'ri talqin bo'ldi. 18 yoshli bolalar biz kasbni qanaqa tanlash kerak? Qiziqishga qarab tanlash kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar kasb tanlayotgan vaqtga u qanaqa kasb bo'lishidan qat'iy nazar borish kerak, o'rganish kerak. Bir yigitga 40 hunar oz, bu 40 ta hunar o'rganmasangiz ham bitta hunarda o'rganib borish kerak. Hozirgi yigitlar nima qiladi? Maktab tugatadi, institutga kirolmasa Rossiyaga ketadi. Bizda hozir shunaqa yigitlar bor, o'sha tayyor bo'lib keladi. Bitta hunarni o'rgansa, misol uchun o'sha hunarlik bo'ladi, misol uchun pullik bo'ladi, kasasida doim puli bo'ladi. Misol uchun aytda mashina olishga harakat qiladi, chet davlatga yurish, o'zimizda ham ishlasa bo'ladi. O'zimizga ham. Hozirgi kunda jamoangizga yoshlarni ishga olayotgan paytingizda nima xislatlarga e'tibor berasiz ko'pincha? Odamgarchilikka, misol uchun hurmat izzatiga qaraymiz, bilimliligiga qaraymiz. Nima deydi? Bo'sh yigitdan yigit bo'lmaydi, menimcha. Mas'uliyatli bo'lishi, odamga biz ham shu yaxshi o'qigan yigitlarni olamiz jonimizga. Xo'p, keyingi savolim, 13 yillik mana shu sohada faoliyat olib borayotgan paytingizda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Bu sohani bo'lib tashlab ketaman, bo'lib boshqa ish qilaman degan. Va nimaga bu qarorga kelgansiz, lekin tashlab ketmagansiz? Kimdir podдержка berganmi, nima bo'lgan? Shular haqida gapirib bersangiz. Shunaqa bo'lganki, 2013 dan 2016-yillargacha, misol uchun eshik rom ishlab chiqarish, sex ochish pikka chiqqan vaqt edi. Qayerga qarasangiz, hamma o'sha vaqtda shu sohaga kirib, shu ochish paydo bo'lgandi. O'sha vaqtda Rossiyaga ketaman, misol uchun o'zi bo'ldi yig'ishtiraman degan fikrlar bo'lgan. To'xtatmaganmiz. Nimadir sabab bo'lgan, poyezdgacha borib, poyezdga minmasdan qaytib kelganman-da. Nima sabab bo'lgan? O'sha vaqtda uylangan edim.
ayolimni, farzandimni tashlab ketishga ko'zim qiymagan. Hmm. Hozir ham qaysidir yigit misol uchun men ketmayman, shu sizlar bilan ishlayman desa, Rossiyaga ketmayman desa, ochib, eshigimiz ochiq. Bemalol kelsa bo'ladi. Kutib olamiz, o'rgatamiz. Misol uchun bizada nima deydi, yoshirish yo'q. Xohlasin bizada sotuvchi bo'lsin, xohlasin ish boshqaruvchi bo'lsin. Bemalol o'rganish mumkin. Bizlar bilan jamoaga qo'shilishi mumkin. Bu yoqda birinchisi mana bu derazamiz. Bu derazamiz alyuminiy, terlamaydi. Eng bitta plyuslardan bittasi. Bu yerda biza shunaqa mexanizm ishlatganmiz, skritni petlar ishlatganmiz. Ya'ni o'sha oshiq moshlik deydimi o'zbekchasiga. Hech qanaqa hech qayerda ruchkadan boshqa hech narsa yo'q. Buni ochib ko'rsa bo'ladi? Bemalol. Ha, demak mana shu o'sha oshiq moshliklari ko'rinmaydigan ichki tomonda joylashtirilgan. Shunday. Ha, tashqi tomonda bo'rtib turmaydi. Yo'q, mana. Ruchkalar reduktor bilan. Xo'p, qarang, men hovli qiladigan bo'lsam, oddiy romlardan nimasi bilan bular misol ajralib turadi? Nima uchun aynan bulardan qo'yishim kerak? Yo'q, zo'r savol. Oddiy rom misol uchun vaqtida yog'ochdan eshik rom bor edi, keyin alyuminiy romlar ishlab chiqarish boshlandi. Keyin plastikka o'tildi. Hozir yana qayta alyumin. Alyuminni yaxshilik tarafi bu birinchi navbatda global isish, o'sha issiqlikka chidamliligi. Ya'ni bizning iqlimimizga mos. Zo'r to'g'ri keladi. Yana yevropeyskiy stil, ya'ni nima deydi? Zamonaviy xonadonlarda hozir poldan shiftgacha derazalar bilsangiz agar. Plastik romlarda bunaqa imkoniyat yo'q. Ularning maksimal darajasi misol uchun 2 metrgacha borishi mumkin. Bularda misol uchun 2 metrda yoki 2,5 metrga hech qanaqa kamchiliksiz ishlab beradi. Muammosiz ishlab beradi. Bu yerda hozir 4 qavat oyna qo'yilgan. Ha, böyle 4 qavat. 4 qavat oyna qo'yilgan. Bu qanaqa endi ta'siri misol? Nima uchun aynan 4 qavat oynadan foydalanilgan? Ya'ni bu desibelni pasaytirib beradi, ko'chadagi shovqonni. Shovqonni pasaytirib beradi. Zo'r. Agar kimdir uyi yo'li bo'yida bo'ladigan bo'lsa, shovqindan saqlamoqchi bo'lsa, aynan shunaqa maksimalni izolyatsiya derazalardan foydalanish kerak. Zo'r. Bu yoqda hozir plastik romlarimiz ham bor. Ha, mana bu yoqqa plastik romlar. Aha. Hozir o'zgacha dizayn, ruchkalarga e'tibor bering. Ichidagi shatlankalari ham tilla qo'yilgan bu yerda. Petlari, verx, nijniy petlar qo'yilgan. Bu plastik rom. Plastik romlarning turlari bo'ladi. Hamma plastik rom ham bir xil turdagi rom emas. Misol uchun plastik rom bor. Misol uchun shirokligi, ichidagi metalga qarab farq qiladi. Hamma so'raydi, menga plastik rom qilib bering deydi-ku. Bar so'ragan bilan u qanaqa plastik rom so'rayapti. Misol uchun bu 8 kameralik bor, 7 kameralik, 5 kameralik, 3 kameraliklar bor. Mana plastik romimiz Engelberg seriyasi. Dapalentin rezina bor. Shuni izolyatsiyani yaxshi saqlaydi. Plastik romni alyuminiy romdan farqi, yaxshilik tarafini aytib ketaylik, bu sovuqni yaxshiroq saqlaydi. Alyuminiyga nisbatan. Sovuq havolarda yaxshi. Yozda-chi issiq paytda? Yozda ham yaxshi saqlab beradi. Faqatgina bunda imkoniyat ozgina cheklangan. Nima imkoniyatlari masalan? Ya'ni deformatsiyaga uchrashi mumkin, to'g'ri yasalmasa. Misol uchun oddiy sexda yasalganda, misol uchun funksional teshiklar ochilmaydi. Misol uchun suv yo'llari, kanallari ochilmaydi. Plastik romning o'ziga yarasha sekretlari bor-da. Hozir bu yerda maxsus teshiklar bor. Bu teshiklar orqali ko'chaga suv oqib ketadi. Suv ushlab qolmaydi. Yana shunaqa teshiklari bor. Bu yerda funksional, ya'ni bu plastik rom shishadi. Quyosh ta'sirida o'zini nimasini yo'qotadi, nima deydi buni? Holatini yo'qotadi. O'sha vaqtda funksional teshiklar bo'lgan vaqtga bu holatni yo'qotmaydi. Ha, ya'ni ichki tomonda issiq havo siqilib qolmaydi. Shunday. Plastik rom quyoshda shishib qolmaydi. Juda ham zo'r narsa, plastik rom, faqatgina to'g'ri foydalanib, to'g'ri yasash kerak. O'zi qarang, shuni ishlab chiqarayotgan mahsulotni mijoz qanaqa qilib biladi? Buni yaxshi ishlab chiqarilgan ekanligini qanaqa qilib ajratadi? Yaxshi ishlab chiqarilayotganligini, masalan, siz aytdingiz, bizda samarali ishlatilmaydi. Buni misol qanaqa qilib mijoz aniqlash mumkin? O'sha usta bunga yomon narsani o'tkazib ketmagan ekanligini. Oddiy xonadondagi odamlar uni farqga borish juda ham qiyin. Misol uchun uni joyi kelsa biz ham bilmasligimiz mumkin. Ichiga qanaqa metal tiqqanligini uni faqatgina usta biladi-da. Uni oddiy xonadon egasi farqiga bormaydi. Misol uchun bor bozorda sotadi, 500 mingga ham plastik rom sotadi.
Ko'pchilik o'ylaydiki, oddiy bir xil, narxi bir xil. Nimaga sizlarga 2 million yoki sizlarga 3 million, nimaga bozorda u 500 ming, 600 ming. Bu tannarxidan kelib chiqqan mahsulot. Mahsulotni ishlab chiqaradigan zavodlar bor, misol uchun firmalar bor, ularning nomini aytish shart emas. Plastikni sorti bo'ladi. Ya'ni quyilgan vaqtga seriyasini sorti bor. Ba'zi bir kompaniyalar bor, misol uchun yaxshi seriya ishlatadi. Tanilmagan, faqat soqa qiladigan kompaniyalar ham bor. Bozorda u 500 ming so'mlik, 600 ming so'mlik rom emas. Men shu joyga bitta narsani aytib ketishim kerak. Oddiy odamlarimiz bozorga borib yoki qanaqadir eshik derazalar ko'p joyga borib, optim olib kelaman deb o'ylab, arzonroq olib kelib, 2 marta rasxodga tushyapti. Shunaqa joylarga borganimizda, misol uchun xo'jayinlari Rossiyada bo'lgan, ayollari keltirib o'rnatgan, yana Rossiyadan kelgandan keyin olib tashlab boshqa yerdan qo'ydirtirdi. Ha, ya'ni 2 marta rasxod qildilar. U kishi o'ylaganlarki, men ular nima deydi, yomon demaydi. Bozorda olib kelgan vaqtlarda birinchidan terlash bo'ladi. Kelasi bo'lmaydi. Ikkinchi masala, ichida metal bo'lmaydi. Metal bor deb sotadi, to'g'ri, metal bor, lekin talabga javob beradigan metal bo'lmaydi. Ha, miqdordan tortilgan. Misol uchun uni metalni stenkalari. Bu metal asosli plastik rom. Plastik romlar bu oddiy plastmassa, ichida metal bo'ladi. O'sha metal asos buni mustahkamligini ushlab turadi. O'sha narsa, misol uchun narxiga yaxshigina ta'sir qiladi. Yaxshi plastik rom qimmat bo'ladi doim. Bular bilanchi misol qanaqa farq qiladi? Misol uchun bu alyumin rom. Alyumin romlarni 2 xil, 3 xil turlari bor. Misol uchun alyumin aldox rom, ya'ni bitta kamera. Bu холодный seriya. Bu sovuqlikni o'tkazib beradi. Bu romlarni minus tarafi bu ko'chadagi issiq sovuqni o'tkazib devorga mag'or yoki qanaqadir sovuqni o'tkazib beradigan narsa. Siz qo'lingizdagi alyumin romga bu yerda misol uchun issiqlikka chidamlilik, kameralarning borligini hisobiga bu issiq sovuq havoni ushlab qoladi. Ha. Zo'r. Izolyatsiya vazifasini bajaradi. Zo'r. Xo'p, mijozlar agar shuni zakaz bermoqchi bo'lsa, sizga misol narx masalasi qanaqa farq qiladi bularda? Endi hammani ham misol qurib yetmasligi mumkin bunaqa deraza qurishga. Kimdir qurib yetmasligi mumkin bunaqa deraza. Ularga nima tavsiya berasiz? Ular qanaqa tanlash kerak? O'zi yangi qurilgan xonadonga eshik romlarini tanlashda o'zi mijozlar nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Zo'r savol bo'ldi. Biz o'zimiz tavsiya beramiz. Birinchi navbatda ba'zi bir xonadonlarga plastik rom so'rab keladilar, alyumin romni yaxshisidan to'g'ri keladi. Ba'zi bir joylarga kvadrat metrga qaraganda alyumin emas, plastik rom to'g'ri keladi. Biz o'zimiz joylardan kelib chiqib, o'lchamlardan kelib chiqib, plastik qanaqa to'g'ri keladi, alyuminni qanaqasi to'g'ri keladi, o'zimiz do'stona maslahat beramiz. Bemalol kelib, ochib yoki ishlatib ko'rsalar bo'ladi. Bu seriya, misol uchun plastik, mana bu yerda hozir yana o'tamiz. Bu ham plastik romlar bor. Bunisi yana boshqacha, buni kameralari, misol uchun rangi ko'ryapsiz. Profil yana ham qalinroq. Bunda ham ikkita rezina. Misol uchun u bilan bu derazani hozir ko'rsatgan derazalarning farqi, kamerasida farqi bor. Lekin men to'g'risini aytaman, bu derazani tavsiya qilmayman. Chunki bunda tavsiya etmayman. Sababi bu derazaning ichida plastmassasi ko'proq. Metal asos kamroq. Hozir mana ichki bo'laklaridan ko'rsataman. Bu ham yaxshiroq, to'g'risini aytish kerak. Bu ham zo'r. Misol uchun 7000 Engelbergda mana obrazetsdan ko'rsangiz, misol uchun kameralar soni 5 ta. Дополнительный rezina bor. Bu yerda stiklopaket. Bu yoqda hozir 8000 Infinity bor. Keling ko'ring. Hozir bu yerda 8000 Infinity. Bu yerda kameralar ko'p, metal asos kamroq. Misol uchun bu ham zo'rroq. Yomon deb bo'lmaydi. Juda ham ideal chiqadi. Doполнительный rezina bor. Har bittasini o'zini joyi bor. Buni qarasiz. Har bitta romni o'zini joyi bor. Bu romni ham o'zini joyi bor. Mana bu yerda qo'yilgan hozir deraza bilan bunisi derazani o'ziga yarasha farqlari bor. Qo'l yetmaydi. Shuni hisobiga pastdan, pultdan boshqarsa bo'ladi. Demak, kimdir agar zalda uzun bo'yli derazalar qo'ymoqchi bo'lsa yoki masjidlarda hozir foydalanishyapti, tepa qismida forch kiradi. Aynan shunaqa mexanizm qo'yilar ekan unda, to'g'rimi? Shunday. Bu mexanizm qulay ishlashga. Buni
yana bitta tarafi umli domga ulasa bo'ladi. Qanaqadir vetrni isib ketadigan bo'lsa, o'zi ochib yopib, qanaqadir masofadan ham boshlasa bo'ladi. Zo'r. Hozir mana bu derazamiz. Mana hozir bitta ko'rish mumkin. Bu yerga maskitni setka qo'yganmiz. Bu ham trayno rezina. Aytganda o'sha detsibel, chang, shovqin yaxshi ushlab qoladi. Maskitni setkalari. Ha, demak, har xil hasharotlardan saqlovchi setkalar ham mavjud. Shunday. Bu o'zi alohida qo'shib beriladimi yoki bu mijoz talabiga asosan? Mijoz talabiga asosan ko'rib qo'yib beriladi. Mijoz talabiga asosan. Har xili bor, buni ham. Xo'p, Xurshidagi keyingi savolim, bu sohaga kirib kelganlaringizga qancha vaqt bo'ldi? Va nima uchun aynan alyumin eshik romli bilan ishlaysizlar? Hozir zamon talabi alyuminiy romlar. Hozir plastik romlardan ham qaytib yana alyuminiy romlarga o'tilibdi. Biza nima deydi? Dunyo standartiga, misol uchun xalqimizga eng kerakli bo'lgan narsalarni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Topilishi qiyin. Mana bu tarafda surma sistemalarimiz bor. Surma sistemalarimiz, mana bu surma sistemamiz bu darvozaxonalarga qo'yishga mos. Ko'cha joylarga bular uchun mos. Ha, tashqi fasadni joylarga moslashtirilgan. Sochma surma sistemamiz to'liq ochiladi. Buni bu tarafdan ham foydalansa bo'ladi, bemalol. Mana hozir bu nima afzalligi bor deyotgan bo'lsangiz, buni birinchidan stiklopaket, alyuminiy profil, ko'chaga, changga, issiq ushlashiga bu eng zo'rlardan bittasi. Ishlashi ham oddiy. Hech qanaqa bunga qanaqadir sложность narsa yo'q. Servisga ko'p ham talab qilmaydi. Qulayligi, bu tomonda ham eshigi bor, bu tomonda ham eshigi bor. O'zim ochib yopib ko'rsataman. Ya'ni kimdir agar yozgi oshxona qilmoqchi bo'lsa yoki penthouse'lari bo'lsa, o'sha hovlilarga ham, domlarga ham moslangan. Zo'r. Xo'p, buni misol kimdir qildirmoqchi bo'lsa hovlisiga, buni qayerlardan topish mumkin? Faqat sizlarda bormi? Buni keyin tanlaganda nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Buni tanlayotgan vaqtga, misol uchun bu mahsulotimizni qanaqadir toplipol qilingan joylarga, konseyner qo'yilgan joylarga effekt yaxshiroq bo'ladi. Sababi issiq sovuqni yaxshi ushlab qoladi. Bu yerda yana bitta sistemamiz bor. Yana ko'rsataman. Bu kalyonni o'yna, bir qavat o'yna. Kimdir letni oshxona qilmoqchi bo'lsa, ya'ni qanaqadir joylarni yopmoqchi bo'lsa, buni qo'ysa bo'ladi. Bundan qanaqadir issiqlik talab qilinmaydi, faqat bu yopiq pomeshchani hosil qilish uchun yaxshi. Issiqlikni ushlab qoladi, qanaqadir darajasi, u ko'proq ushlab qoladi. Bu bilan uni farqi bor. Narx jihatdan ham farq qiladi. Narx jihatdan ham farq qiladi. Keling, bu yoqda hozir yana ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerda o'sha dushovoy kabinalarimiz. Dushovoy kabinalarimiz, misol uchun bittalik, ikkitalik joyga kelib chiqib, o'lchamimizdan kelib chiqib yasab beriladi. Bular xohlagan o'lchamimizga yasaladi. Bu qayerdandir, misol uchun tayyor kelmaydi. Ha. Ko'pchilik o'ylaydi tayyor keladi. O'lchamiga asoslanib individualni tayyorlanib beriladi. Misol uchun mehmonxonalarga hozir yana boramiz, obyektimiz bor. Dushovoy kabinalarimiz har xildan qo'yib berganmiz. Mustahkam, birinchidan kalyonni bezopasni hech qanaqa sinib, terizdadir kesib ketmaydi. Yaxshi xizmat qilib beradi. Terlash masalasi, misol suv issiq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Zarar yo'q, u terlashi boshqasi. Buni funksiyasi shunaqaki, bu issiq suv kirgandan keyin ichkarisi isish boshlaydi. Misol uchun juda ham zo'r xizmat beradi. Agar misol buni kimdir sizlarga o'zlaringiz ishlab chiqaramiz deyapsiz, ulgurji, ya'ni optimda olaman desa ham sizlar yetkazib berib bilasizmi? Ha, yetkazib berib bilamiz. Zo'r. Yetkazib beramiz. Bu zo'r. Qulayligi birinchidan joyda kam oladi. Ikkinchisi, bunga qanaqadir ko'p energiya shart emas. Misol uchun suv sachrab ketmaydi, issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Shu taraflama zo'r. Mehmonxonalarga ham zo'r ko'p qo'yamiz hozir. Xo'p, mana shunaqa yangi innovatsiyalarni, misol o'zingizni hududingizda birinchilardan bo'lib olib kiryapsizlar. Bunga sizlarga nima turtki beryapti? Raqobat kuchli bo'lyaptimi, misol eshik romlarga? O'zingizga aynan bunaqa funksiyalarni qo'shib boryapsizlar.
Biza jamoa bo'lganimiz uchun jamoadagi yigitlar hammamiz yangilikka intilamiz. Yangi narsalarni olib kirishga, misol uchun yangilik qilishga, eng zo'r narsalarni qilishga harakat qilamiz. Shu Hozirgi kunda qo'l ostingizda necha nafar xodim ishlaydi? Endi hozirgi vaqtga 16 tagacha yaqin, 20 ga yaqin bo'lib qoladi. Sezon vaqtligiga qarab. Sezon vaqtiga yordamchi kuchlar bor olamiz. Kursiga keyingi savolim, aynan mana shunaqa shishali, alyuminiy romlar ishlab chiqaryapmiz deysiz. O'zi biznesda faqat shulardan boshlaganmisiz yo boshqa sohalarda ham ishlab ko'rganmisiz? Biznesni to'g'risi shu eshik deraza rom sohasiga kirishdan oldin ko'p joyga ishlab ko'rganman. Misol uchun stroykada ham ishlab ko'rganman. Qanaqadir fermalarda ham ishlab ko'rganman. Videosyomkada ham ishlaganman misol uchun. O'zim ko'rmaganman. Endi aslini tadbirkor bo'lib tanilish orzuyim bo'lganman. Qanaqadir shunaqa bir hissiyot bo'lgandi. Xo'p, yana bittadan e'tiborim tortgan narsa aynan mana shunaqa jaluzi darvozalar. Biz servisimizda bu narsadan biz foydalanganmiz. Juda ham qulaylik tomonlari bor, nima minus tomonlari bor. Nima uchun odamlar endi yaqin avlodda bunaqa darvozalarni, an'anaviy temir darvozalardan bu darvozalarga o'tish kerak. Bu hozirgi vaqtda eng trendy darvozalardan bittasi. Birinchidan bu bunaqa servis talab qilmaydi. Oddiy bitta pult orqali bosilib ochib yopiladi. Misol uchun xonadoningizga qo'ygan vaqtingizga tushib, misol uchun yangamlarni bezovta qilib, darvozani ochtirib o'tirmaysiz. Ochasiz, kirasiz, yopasiz. Hech qanaqa injiq emas. Zo'r xizmat qilib beradi. O'zim ham qo'yganman. O'zimga ham qo'yganman. Buni faqatgina darvozaga emas, derazalarni zashtasi uchun, quyoshdan zashta qilish uchun foydalansa ham bo'ladi. Ha, demak, ochiq binolarda do'konlarni oldida ham do'konlarni oldiga zo'r ketadi. Umuman bu taxminan necha pulga tushadi? Misol, bu qanaqa hisoblanadi? Kvadratgami, metrgami? Bular hammasi rasxod material hisoblanadi. Kvadrat metri taxminan $100 dan $150, $160 aylanadi. Bu o'lchamdan kelib chiqqan. Maksimal endi kengligidan necha metrgacha qilsa bo'ladi? 5-6 metrgacha qilsa bo'ladi. 5-6 metrgacha qilsa bo'ladi. Zo'r. 5-6 metrgacha, balandligini ham 4 metr, 4,5 metrgacha qilsa bo'ladi. Biznesda asosiy narsa bu biznesga bilsangiz doim pul yetishmovchiligi bor, hamma biznesda ham bor. Moliya bilimini bilish eng katta muhim narsa. Biznes qiladigan odam o'zi moliyachi bo'lishi kerak. Hamma joyni, o'sha marketingni ham, savdoni ham birinchi o'zi tushunish kerak. Agar tushunmagan holatda boshlasa, biznes yurmaydi. Doim biznesmen ilm olish kerak. Ilmga asoslangan biznes bu uzoqqa boradi. Men shunday deb bilaman. O'zim shaxsan o'zim 2019-yilda, 2008-yilda kelib hamma ishni yig'ishtirib Rossiyaga ham ketmoqchi bo'lganman. Böyle bu ishni yig'ishtir, endi mol boqamiz degan joylar ham bo'lgan. Kursaga o'zi biz qayerdamiz? Biz hozir asosiy ishlab chiqarish zonamizga, biz fabrikamizga biz. Bu yerni yaqinga qurilishini tugatdik. Endi hali qurilish jarayonida ba'zi bir chala ishlar bor. Asosiy proses kerak ketadi. Ishlab chiqarish shu yerda bo'ladi. Xo'p, o'zi qancha joydan boshlagansiz bu biznesni? Shu niyat qildik. 1000 kvadrat metr ishxonamiz. Oldingi birinchi ishxonamiz uyimizning ichiga bir mehmonxonadek kattaroq joy bor edi. O'nga 5 xonaga boshlaganmiz. Demak, birinchi qadamlar o'nga 5 xonadan boshlangan. Yosh yigit bo'lganmiz, qaracha, bir oddiy asosiy sponsorimiz dadam bo'lganlar. Shu sanovlarni olib berib, misol uchun bitta aramiz bor edi, bitta frezerimiz bor edi. Necha pul bilan boshlangan endi bu biznes? Adashmasam o'sha vaqt taxminan bir $1000 bilan boshlangandi. $1000 bilan boshlangan biznes hozirgi kunda mana 1000 kvadratli joyga aylanib, Buxorodagi eng yetakchi alyumin profillar bilan ishlaydigan korxonaga aylandi. Shunday. Xo'p, bu joyi remontiga necha pul ketdi? Bizlarning ham qurishimizga o'zi 700 million pashti ketdi. 700 million. Bu yer arenda emas, o'zimizning joy. Оборудованиеga bir $50,000 dan ziyod ketgan. Xo'p, nima оборудованиеlar bilan misol farq qiladi sizlarniki boshqalarnikidan? Asosan ishlab chiqarish uskunalarimiz oddiy sexdan ancha katta farq qiladi. Juda ham katta farq qiladi. Buni akfachilar biladi. Aniqlik
juda ham kerakli narsada bu stanoklarga. Misol uchun hozir stanoklarimiz, kesadigan stanoklarimiz Turkiyaning Yilmaz kompaniyasiniki. Aynan shu stanoklar Yilmaz kompaniyasiga tegishli. Bu nimasi bilan misol ajraladi? Misol kimlarda bor, kimlarda yo'q bu stanok aniqlik darajasi 1 millimetrgacha ashifga qilmaydi. Ha, demak, shunaqa romlarimiz bor. Darajasi past. Xato qilish darajasi past, 1 millimetr ham ashifga qilmaydi. Kesgan vaqtda ba'zi bir romlarda 3 millimetrgacha ashifga qilsa bo'ladi, undan ziyodisiga eshik rom to'g'ri ishlamaydi. Shunaqa qimmat romlarimiz bor, 1000 dollardan ziyod chiqadigan eshik derazalarimiz bor. Ularda 2 millimetr, 3 millimetr ashifkadan keyin u ishlamaydi rom. Buni oddiy klient bilmasligi mumkin mijoz. Lekin buni usta biladi, eshik deraza rom chiqaradigan. Akfa eshik deraza rom chiqaradigan ustalarda eng katta muammo ana shu kesishdagi noaniqlik. Endi oddiy deraza romda farq qilmaydi unchalik ham. Lekin qimmat eshik deraza romlarda bu ahamiyatga katta egada. Mana shu olgan o'zi uskuna necha pul turadi mana shuni o'zi? Bu 17.500 dollar turadi. 17.500 dollar. Hozir jentrani puliga shuni tikkansiz. Shunday. Bitta kesish kimgadir ustaga aytsa 500 dollarlik arra bilan ham ishlab yuribdi, lekin bu boshqa narsa. Xurshid aka, bu stanok o'zi bizga bitta afzalligini ko'rsatib bersinlar. Qanaqa ishlaydi va nima afzalligi bor? Shuni bitta ko'raylik qanday. To'g'ri, bitta ishlatib tushuntirib bering. Bu stanogimiz asosan elektron tarzda razmerlarni qo'yadi, graduslarni ham o'zi qo'yadi. Hozir ishlatib ko'rsatadilar. Qanaqa funksiyalari bor endi Xurshid aka buni? Bu har xil gradusga kesib biladi. Ha, graduslarni ham o'zi kesadi. Ha. Profil ushlab turadi, razmerni o'zi qo'yadi. $900 millimetrda 900 millimetr aniqlik bilan 1 millimetr ashifga qilmasdan kesdi. Xurshid aka, mana hozir jarayonni tugatdilar. Xo'p, nima afzalligi bor? Shularni tushuntirib bersangiz baribir mijozlarga. Bu oddiy alyumin profil emas. Bu ichida kamerasi bor va o'rtasida poliamid termomos deydi. Shunaqa profil, qalin profil. Bundan zo'r eshiklar chiqadi. Bu profilni kesgan vaqtga oddiy stanok kesolmaydi buni. Kessa ham qiynaladi yoki o'sha stiklari kelmay qoladi. Ba'zi stanogimiz точно 1 millimetr ashifga qilmasdan kesib beradi. Demak, 1 millimetr ham xatoga adashmaydi. Adashish ham o'zi aslida mumkin emas. Xo'p, kesilgandan keyin qaysi jarayon boshlanadi keyin? Xo'p, kesilgandan keyin mana shu burchaklarga press apparat bilan press uriladi. Ha, demak mana shu joyda press urilgan. Hech qanaqa samarasiz yig'iladi. Samarasiz yig'ilgani evaziga bu nima ta'siri bor, misol, nima foydasi bo'ladi? Samarasiz yig'ilganligini bu osilishiga, misol uchun o'zini holatini yo'qotishiga, sifatini yo'qotmasligi uchun katta foydasi bor. Press urilgan, yig'ilgan rom bilan oddiy samarasiz yig'ilgan romni farqi juda ham katta. Oddiy samarasiz yig'ilgan rom u bora-bora baribir samarasizlar bo'shab, sifati qochish boshlaydi. Press urilganda bu uzoq vaqt xizmat qilib beradi. O'zini shaklini yo'qotmaydi. Osilib, qanaqadir terlash, shunaqa narsalar bo'lmaydi bu romlar. Bu qaysi apparatda qilinadi, misol, press qilinadi? Press apparatimiz bor. Qo'lda qilinadimi yo qanaqadir stanogi bormi? Yo'q, maxsus apparat bor. Kuchli bosim ostida bosadi, burchaklarni siqib chiqarib beradi. Demak, shu apparatda o'sha press jarayonlari bitkaziladi. Bu necha pul turadi bu apparat? Qayerdan olib kelgansizlar? Qanaqa narsa bu o'zi? Bu ham chet davlatniki, adashmasam 3000 dollar atrofida tursa kerak hozir. Xo'p, bundan keyingi jarayonda qaysida o'tadi? Xo'p, bu pressdan keyin zamok joylari yig'iladi, teshiladi. Zamok joylari ham maxsus apparatda teshiladi. Aniqlik bilan, misol uchun o'sha zamok o'tadigan serdechkalari ham maxsus frezirovka qilinadi. Bu ham keyin to'g'ri zamok joyi ochilmasa, serdechkasi sal egri bo'lib qolsa ham bora-bora kalit qulflanib qolishi mumkin. Joylari to'g'ri kelmasa, shunaqa bo'ladi. Bilasizmi, bora-bora zamok ishlamay qoladi. Qattiqlashib qoladi. Bu ham o'sha zamok joyini ochishi ham ahamiyatga ega. Zo'r. Demak, bu narsa ham o'sha hattoki o'sha zamoklarning joyini ochadigan apparat ham sifatni yanada oshishga ishlab beradi. Xo'p.
keyingi jarayon nima bo'ladi keyin bundan keyingisi? Punadintel, ya'ni bu yerda rezinkalar qo'yiladi, shisha ushlab turiladigan shishalar joylari taxlanadi, strech qilib chiqariladi. Aksessuar, maxsus aksessuarlari biza bu romlarga ko'pincha chet davlatning eksportni mahsulot, import mahsulotlarini ishlatamiz. Ya'ni chetdan kelgan detallar bilan ishlatiladi. Hamma narsasiga. Shunday. Aksessuarlar hammasi chetdan keladi. Sifati juda ham yuqori. Italiya, asnoviy Germaniya mahsulotlari ishlatiladi. Bundan keyin stiklo paket jarayoni bor. Bu yoqqa stiklo paket qilinadi. Bitta klient aytibdiki, men imorat qilaman, ko'k tonirovka shisha qo'yib beryapti-da. Ko'k tonirovka shisha qo'yib beryapti. Menga deyapti, ko'chadan ichkari ko'rinmasin. Lekin men tavsiya beraman, qora shisha qo'yishdi-da. Chunki qora shisha, yodviy shishalar bular kunduz kuni birdaniga ko'rsatmaydi ichkarini. Tonirovka shisha ko'pincha kechasi bo'lgandan keyin, qorong'i tushgandan keyin navorot oynada zerkalar bo'lib turadi-yu, siz ko'chani ko'ra olmaysiz. Ko'pchilik bu narsani tushunmaydi. Ichkarida yorug', ichkaridagi odamni ko'chadagi odam bemalol ko'radi. Bu tonirovka qo'yish unchalik ham to'g'ri deb bilmayman. Chunki kech bo'lgandan keyin siz ko'chani ko'ra olmaysiz. Bu shishalar o'zini maxsus foizi bor, foizdan keyin bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hozir nima jarayonni bajaramiz? Bu yerda o'zi stiklo paket bo'ladi. Shisha kesilgandan keyin apparatga qo'yiladi. Ko'p joylarga deraza qo'ygandan keyin ko'p 99% qo'lda artadi shishani. Baribir rasvos qoladi yo ichida nimadir qoladi, shisha terlaydi. Bora-bora u ko'chani ko'ra olmay qoladi. Shu darajaga terlab qoladi. Hozir bu shisha 2 qavatli, to'g'rimi? Bu shisha 2 qavat. Shisha apparatdan chiqadi. Butilchida kley-dorilar qilinadi. Bu umuman ichida dog' qolmaydi. Demak, maxsus apparat bilan ichidagi changlarni, kirlarni bu tozalab beradigan apparat. Shu apparatni kami 3 oy kutib Xitoydan zakaz qilib imminni olib kelganmiz. Bizga hozir bu apparat yana bitta plyus tarafi, hozirgi vaqtga bilsangiz agar, shishalar kundan kunga kattalashib, oynalar kattalashib, bo'yiga ham, eniga ham kattalashyapti, format kattalashyapti. Uni qo'lga artishni ham iloji yo'q. Bu o'sha jarayonni sifatli qilib chiqarib beradi. Misol qo'l bilan artganda qancha vaqt ketadi? Bunda qilsa qancha vaqt ketadi? Misol uchun bitta uchastkamizni, bitta xonadonimizni eshik romini qilish uchun kamiga joy kelsa 1 hafta vaqt shishani artishga to'g'ri kelishi mumkin. 7 kun vaqtni shishaga sarflash kerak. Bu apparat bilan uzog'i bilan 1 kun ichiga o'sha narsani qilsa bo'ladi. Bizga 6 kun, 7 kun plyusiga. Joy kelsa 1 kun qilinadigan ishni 10 soat ichiga qilsa bo'ladi, 7 soat ichiga tugatsa bo'ladi. Shu darajaga plyus ishlaydi. Demak, bu o'sha mijozlarga ham birinchi navbatda qulaylik tug'diradi, ikkinchidan shu vaqt tejaladi. Tezligimizni sababi ham shulardan bittasi. Apparatni zo'rligi, uskunani zo'rligi. O'zi odatda bitta buyurtma olsalar, qancha vaqtda mijozni qo'liga yetkazib berasizlar? Asosan srogimiz 7 kun, 10 kun ish kuni. 7-10 kun oralig'ida. Shunaqa aviomdan kelib chiqib, qanaqa sложностьligiga qarab turib. Bu apparat necha pulga tushgan sizlarga endi? Bu apparat bizga $8,000 tushgan. Demak, $8,000 mana shu oynani yuvadigan apparatga tikkansiz. Shunday. Bu imенно o'sha shotkalarni maxsus zakaz qilib, yana sifatliroq qilib chiqaradigan qolib kelganmiz bu. Demak, bu ham o'zingizning individualniy imенно o'sha Xitoydan o'zimiz kutib, mashina zakaz qilib olib keltirdik. Bu apparatlarni olishdan maqsad o'zi tushunmaydigan odam ham ishlab ketsin degan maqsadga olganmiz. Mana bu apparatimiz $10,000 turadi. Bu ham eng taniqli brend Yilmaz kompaniyasiniki. Turkiyada eng obro'yi baland kompaniya Yilmaz bo'ladi o'zi. Buni hozir bitta shogirdimiz bor, 1 yildan beri keladi. Bitta keling. Bismillah, keling. Amirxon ismlari. Shu yigit shu apparatni mendan yaxshi ishlatadi hozir. Buni plyus tarafi bu oddiy sexdan ko'ra ancha sifatli chiqaradi. Joy kelsa qo'lda kesish kerak bo'lgan narsani apparat o'zi bitta chiqqanda 4 ta chiqib kesib beradi. Hozir ishlatib ko'rsating buni, qanday ishlaydi? Hozir apparat yo'qdilar. Bu masofadan to'xtab boshqarsa bo'ladigan apparat. Mana maxsus lelinkasi bor o'zini. Razmer kalta bo'ldi, shof ochiq qoldi degan narsalar bo'lmaydi. Ana hozir knopkasini bosyapti, bu yoqda datchik chirog'i bilan bildiryapti shu aniqligini olayotgan. Har bitta o'lcham olgan paytda u yerda datchikni belgi bildiradi.
har safar eslab qolgan vaqtga 50 tagacha razmeri eslab qolib biladi. Ha, bir martadan o'zida 50 tagacha o'lchab qo'yadi. Hozir o'lchamlarni oldilar. Start knopkasi bosiladi. O'zi o'lchamni qo'yadi. Yana bitta plyusi bir marta kesib o'tgan vaqtga 4 dara kesib o'tadi. Bu to'xtaydimi sirasi qo'yib bo'lsa? Datchigi bor? Ha, bunday narsaki, aka bu narsani oddiy akfasik ana arraga kesadi. Mana bu arrada kesiladi. Men o'zim ham ishlaganman-da bu arrada. Birinchidan zashnigi bor edi-yu, lekin zashnik sinib ketadi. Ushlagan vaqtingizga qo'l ketishi mumkin. Xavfsiz emas. Bari qochadi. Stiklar ochiq qoladi. Shof qoladi. Bu aniq ishlamaydi. Bu faqat profil kesish uchun aslida. Ya'ni o'sha ish jarayonlarini xavfsizlik tomonidan ham ustanokda qulayroq, sifat darajasi bo'yicha ham bundan ko'ra u aniqroq ishlaydi. Men o'zim necha yil akfa taxlagan bo'lsam, o'zim eshik deraza taxlagan bo'lsam, necha yil davomida men o'zim ham holigacha kesa olmayman, yaxshi. Chunki aniq emas. Zo'r. To'g'ri, kimdir yaxshi kesadi, lekin vaqti yo'qotadi. Nimadir bo'lishi mumkin-da bu bilan. Qo'l aytganingizdek qo'l ketishi mumkin. Ikkita barmog'i yo'q deb chiqadi-da. Rustonok ham xavfsiz ishlaydi, ham aniq ishlaydi. Sifatga ham zo'r ta'sir qiladi-da bu. To'g'risini aytay, men shu vaqtgacha akfa taxlagan bo'lsam, o'zim ham men o'zim bunchalik aniqlik bilan kesib bilmaganman, rostdan. Bu yigit o'zi ishga kelganiga qancha vaqt bo'ldi? 1 oy ham bo'lgani yo'q. Shu apparatni o'zi ishlab topdi. Ha, bemalol ishlatiladi. Oldin kimdir ishga olish uchun unga o'rgatish kerak edi. U kamiga 1 yil shogird turish kerak. Bo'lmaydi. Eng katta muammomiz bor edi. Kimnidir ishga olinglar deb kelgan vaqtga biz uni ishga ololmaganmiz. O'sha yaxshi odam bo'lgan, ishdan qo'ldan boshqa ishlar kelgan, lekin akfa taxlash kelmagan. Bu apparatni olganimizdan keyin o'sha yigit hozir taxminan 1 haftacha bo'lib qoldi. O'sha oylikka ishga kirgan. Shu apparatni hozir bemalol shu yigit ishlatadi. Hozir bitta ishlatib ko'rsatadi, shisha chang. Apparat yo'qing bitta. Mana shu 10 ming dollarga apparat o'zi buni yuvib beradi. Ha. O'zana qo'ydi. 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 Pechka yonadimi? Tarafdan chiqadimi o'zi? Ha, hozir shisha u tomondan chiqadi. Yuvib, tayyor qilib chiqaradi o'zi yoqda. Mana ochib ko'rsataymi ichida shotkalari bor. Shisha. Bu yoqdan o't hozir? Bu tomondan o't? Yo'q, mana shu yerdan bittasiz yo'q. Shunday ket. Ol, bu yoqqa olamiz. Shisha u tomondan chiqdi o'sha. Bu yoqdan yana ham qurib chiqadi. Fen bo'lib beradi. Yo'qda quritadi o'sha. Ha, Zo'r. bu yoqdan 100% toza. Ya'ni mahsulotni mijozdagi sifatli, toza va o'sha o'zlari xohlagandek borishini ta'minlab beradigan apparatlardan biri. Shular. Zo'r. Raqobatchilar qaysi birida bor? Misol yana nechta odamda bor Buxoro sharoitida? Unda bir 3-4 kishidan bor bundan. Bundan emas, bundan ozgina kichikrog'i bor. Ha. O'zi bir vaqt o'zida qancha ish qilinadi misol? Bu kvadrat metrga hisoblanadi. Uni to'shna raqamlarni o'z bilmayman. Ko'proq shisha chiqarib biladi. Ya'ni bir martadan o'zida 2-3 ta shishani ketma-ket chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Buni qimmatlari ham bor, arzonlari ham bor. Ja unaqa qimmat shart emas. Har bitta narsa klientni o'chiring apparatni. Klientni qanchalik qimmat bo'laverdiki, misol uchun buni 20 ming dollarligini olsak ham bo'lardi. Lekin shu ham sifatli chiqarib beradi. Bizga maqsad sifatli chiqsin, klientga sifatli narsa borsin. Arzonroq chiqsin. Hech bir mahsulotimiz arzonroq chiqsin, sifatli narsa borsin. Biz unaqa hashamat, misol uchun falon pullik stanok olmoqchi emasmiz, lekin shu ham o'shani ishini qilibdi. Bor bundan ham arzoni, normalni qiling.
Xo'p, ana ko'pchilik savol beradi. Buyurtma ham aytgandek yasamabsizlar yoki umuman boshqa bir narsani yasab kelibsizlar deydi. Ha. Sizlarda shunga yechim berilganmi? Qanaqa narsa? Yana bitta muammolardan bittasi, men maskitni setga podakonlik zakaz qilgandim, sizlar olib kelmabsizlar. Ha. Realni zakaz qilmagan bo'lishi ham mumkin, qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu noaniqda. Yoki ustaning esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki men deydi, o'ngga ochilish kerak deb aytdim, sen chapga ochilibsan deb taxlab kelasan. Yoki men rangini qora dedim, sen ko'k qilib kelibsan. Misol uchun shunaqa vaziyatlar ko'p bo'lganda oldin. Hozir ham bor. Ayrim sexlarda bor. Hozir biz shu narsaga yechimni boshqacha qilganmiz. Mana bu hujjatimiz, misol uchun qanaqa deraza rom, qanaqa mahsulot tanlanibdi, aksessuarlari qanaqa, shishasining rangi qanaqa, hammasi keltirilgan. Yana bitta plyus tarafi, misol uchun klient zakaz qiladi, misol uchun maskitni setga podakonligi bilan. Bu yerda qo'shimcha narsalar ham yozilgan. Qancha pul bergan, to'lov qancha bo'lgan. Borgandan keyin olmayodim, oldim yoki srok masalasi. Eng ko'p katta muammo o'sha srokga taqaladi. Aytilgan vaqtga kelmaydi, shu bilan yuraveradi. Bizda o'sha aytilgan vaqtga keladi mahsulot. Aytilgan narsangiz aytilganda keladi. Siz bu narsani tekshirib, hujjatini siz o'ylagan narsami, yo'qmi tekshirib olasiz. Ya'ni mijozda ham aynan shunaqa qog'oz bo'ladi, sizlarda ham bo'ladi. Ustanovka qiladigan ustalaringiz ham bo'ladi. Shunday. Bemalol bir-birini tekshirib olsa bo'ladi. Aytilgan gap bilan qilingan ish bir xil chiqadi. Misol uchun mana hozir zakazlarimiz, buyurtmalar. Misol uchun mana biz buyurtma oladigan bo'lsak, qachon zakaz olingan, manzil qayerda, shartnoma raqami necha, ism, familiya, shishasining turi, profilning turi, hammasi keltirilgan. Necha kvadrat metr, necha pulga zakaz olingan, qanaqa mahsulotlar ishlatilyapti, yana nimalar olib borishimiz ro'yxati klient qo'li qo'yilgan bo'ladi. Klient borgandan keyin qaytib yana shu qog'oz bilan tekshirib olsa bo'ladi. Bitta savolda sizga xursandman. Bunga misol $8,000, unga $3,000, unga $17,000. Nima zarur? Misol odamlarga o'xshab bir yaxshi mashinalarni ko'paytirib, qo'llarni qurib, birga misol 700 million xarajat qilgansiz. Nimaga bunaqa xarajatlarni qilyapsiz? Asosiy maqsadimiz pul topish bo'lmagan. Men yurakdan gapirayotgan bo'lsam, bu maqsad pul topish bo'lmagan. O'sha yuksalishimizning asosiy sababi ham shu. Biz bir korxonamiz kichikroq edi. Ichkaridan bilasizki, korxonada har xil mojarolar bo'lib turadi. O'sha vaqtga hamma ishchilarni birdan tashlab ketib qolganda. O'sha vaqtga xodimlar ketib qolgan. Bitta shogirdim qolgan. O'sha shogirdim aytgandek, aka, men bor, tamom, zerikmay hammasini qilamiz. Degan 2 kishi, misol uchun 4 kishi, 5 kishi bo'lgani bilan 3 oyga ham tugatib bo'lmaydigan darajaga ish ko'p edi. Ha, demak buyurtmalar ko'p bo'lgan, bolalar bir marta ketib qolgan. Hech kim yo'q. Keyin maqsad nima bo'ldi? Shundan keyin pul topish bo'lmadi maqsad. Maqsad shu, bor-beraydi saqlab qolish kerak. Shundan keyin maqsad pul topish bo'lmagandan keyin uskunalarni yangiladik. Zamonaviy texnologiya. Bu maqsadimiz yana sifatliroq yuksalishga sabab bo'ldi. Buni qarasa. O'zi qarang, buyurtmalaringiz ko'p. Buyurtma ko'p payt. Xodimlar birdan ketib qoldi. Nimani his qildingiz? Qanaqa jarayonlar o'tdi ichingizdan o'zi? Inson omiliga ishonib qolmaslik kerak, shuni tushundimda. Rivojlanish kerak. Rivojlanmagan kompaniya, harakatda bo'lib turmagan kompaniya aniq o'ladi. O'zi nima sabab bo'ldi deysiz o'sha payt, o'sha jarayon bo'lganiga, misol nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Ilmsizligimiz. Faqat pulga qiziqib, faqat pul topish bo'lib qolmaslik kerak ekanda maqsad. Xo'p, yana bitta narsa sizga savolim, o'zi mana shunaqa korxona qancha kengaygan sari xodim topish muammosi ko'payadi. Qanaqa yechim bergansiz? Muammoni qanaqa qilib hal qilgansizlar jamoa shakllantirishda? Muammoga yechim korxonani tizimlashtirish kerak. Birinchi o'rinda tizimlashtirib, bo'laklarga bo'lib ishlatish kerak. Bitta xodimni, misol uchun, bitta funksiya bilan ishlatish kerak ekan. Shu narsalarni tushundik. Shundan keyin o'qishlarga borib keldik, treninglardan, sizdan ana ilm olamiz. O'zi tadbirkor qachon biladi bosh patologga yetganini? Qachon biladi yana o'sish kerak ekanligini? Shunaqa jarayonlar bo'lganmi sizda? Tadbirkor o'sishdan to'xtamaslik kerak. U hech qachon corporation bo'ladimi, boshqa holding bo'ladimi, hech qachon o'sha bozorda o'z obro'yini saqlab turish uchun harakat qilish kerak. U dalcha pikka chiqib bo'lgan bo'lsa ham baribir to'xtamaslik kerak doim. Men shunaqa deb o'ylayman. Yana bilmadim, bu shaxsiy fikrim.
Zo'r. Xo'p, xudo xohlasa endi keyingi obyektlarni borib ko'ramiz. Qani endi bu böyle tayyor bo'lgan mahsulotlar mijozlarning xonadonida qanaqa turibdi? Mayli. Ketdik bo'lmasa. Ketib ko'ramiz. Hech katta pul yo'qotishlar yoki qarz, krizis, bankrot holatlari bo'lganmi? Bankrot holati, qanday bankrot holati shunday bo'lganki, zakaz bo'lmay qolgan, ish bo'lmagan. Keyin boshqa ishlarga urinib ko'rganmiz. Bitta ishni ushlamaganmiz. Mebel sex ochganmiz, akva sex ochganmiz. Daromad zo'r bo'lgan. Hammasi o'rtamiyona yurib turgan. Keyinchalik bittasini ushlab, qolganlarini yopib, keyin rivojlantirganmiz. Nimasi o'shangacha rivojlanmagan. Bir vaqtni o'zida 2-3 ta ishni qilib bo'lmaydingizda. Shunday karantin vaqtlariga kelib mebel seximiz ham bo'lgan. Mebel sexni ishlatdik, MDF sex ishlatdik, issiqxona qurdik, asalorchilik qildik. Hammasini birdan qilishni boshladik. Hammasidan pul oqib keldi. Bir vaqtni o'ziga misol uchun daromadi ham zo'r bo'lmasini, hech qaysi bankrot bo'lmadi keyiniga. Lekin hamma qatori bir xil oddiy usta, oddiy mebelchi, misol uchun hammasi oddiy, hamma qatori bo'ldi. Shuning uchun bitta ishni ushladik-ku, bittasiga urg'u berdik. Ilm oldik ustozlardan. Shu biznes treninglarga bo'lganimizdan keyin tushundikki, odam bitta joyda bitta ish bilan ko'karar ekanda. O'shandan keyin qolganini hammasini to'xtatdik, bitta ish urg'u berdik. Qurshtaga hozir biz sizlarning obyektlaringizga keldik. Bu yerga sizlar nimalar qilib bergansizlar? Biz asosan shu tashqi fasadidagi eshik deraza romlarini qilib berganmiz. Hozir bitta ko'rsataman, qayerga qanaqa narsa o'rnatganmiz. Hozir bu xonadonimizga noodatiy, ana ko'rayotgan bo'lsangiz, oynalari katta-katta, polgacha, eshiklari ham alyuminiy profil, terlamaydigan, osilmaydigan, o'sha aytgandek, press apparatda yig'ilgan eshik romlar mana shular bo'ladi. Qurshtaga mana shunaqa katta hovlida nima uchun aynan mana shunaqa eshiklar qo'ygansizlar? Buni sababi nimada? Bu birinchidan osilib qolmaydi, sovuq o'tkazmaydi, bezopasni. Bu sentr zamoklar bor, ruchkalar yuqori ko'tarilgan vaqtga ham yuqoridan, ham pastdan, o'rtadan ushlab turadi o'zini mustahkam. Osilmaydigan mustahkam eshiklardan bittasi. Alyuminiy profil, ya'ni bo'ya ko'rgan o'sha ishlab chiqarish sexidagi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. O'sha texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Asosan katta mijozlar bilan mana shunaqa katta krupniy ishlaydigan ishlarda nimalarga e'tibor berasizlar? Mijozlarni shu injiqliklarini yoki bir talablarini amalga oshirish maqsadida. Bizda birinchi mijozni nima xohlayotganini birinchi so'raymiz. Nima xohlayapti, qanaqa narsa qilmoqchi? Shu talablardan kelib chiqib birinchi dizayn qilib beramiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab ishlarni keyin davom ettiramiz. Xo'p, qarang. Bu oddiy eshiklardan ko'ra, meni fikrim bo'yicha bu qimmatroq chiqadi. Nima uchun mijoz buni tanlash kerak? Bu issiq sovuqqa qanaqadir ta'siri bormi? Nima maqsadda o'zi bunaqa eshik qo'yiladi? Ha, to'g'ri. Zo'r savol berdingiz. Bu yerga temir eshik qo'ysalar ham bo'ladi. Lekin temir eshik buni effektini bermaydi, buni vidini bermaydi. Buni oddiy alyuminiy profildan farqi o'sha aytganimdek mustahkamligi. Buni visatasi misol uchun 280 gacha yasasa bo'ladi. Bunaqa baland eshiklar, savlatli eshiklar chiqadi bu romlardan. Shuning uchun ular bunani yana plyus tarafi plastik romda osiladi. Bu osilmaydi. Ko'pchilik menga zo'r qilib plastik rom qilib bering deydi, lekin plastik romdan ham zo'r narsa chiqqani hali bilmaydiganlar ham bor. Keyingi savolim, mana bu yoqda hozir hovlida menimcha tushdan keyin quyosh tushadi. Xonani ichiga qanaqadir ta'sir qiladimi yo'qmi? Quyosh yoki quyoshdan saqlovchi qanaqadir nimadir yechimlar qilinganmi? Biz aslida o'sha xonadonni qanaqa holatda turganligi, misol uchun quyoshga teskari turibdimi, quyoshga qarab turibdimi, o'shanga qarab oynalarni tavsiya qilamiz. Misol uchun quyoshga turgan joylarga, misol uchun qoraroq shishalarni profil rangidan kelib chiqadi. Ba'zi bir joylarga ko'rganimizda shu profilga misol uchun yodviy oyna qo'yiladi. U yarashmaydi. Misol uchun ichiga qora profildan shotlanka qo'ymasdan tilladan qo'yiladi. U ham estetik to'g'ri kelmaydigan narsalar bo'lib qoladi. Ya'ni estetik jihatdan chiroyli ko'rinish bermaydi. Ha, bu o'ziga mos. Xo'p, bu xonadonda yana boshqa nimalar qilgansiz? Ko'rib chiqaylik. Bu tarafda oshxona, bu tarafda zal. Hozir zaldan boshlaymiz. Mehmonxonada. Mehmonxonamiz bu tarafda
Misol uchun o'rtada termorom qo'yilgan, ikki chetda plastik rom qo'yilgan. Termorom nima uchun termorom qo'yilgan bu yerga? Sababi plastik romni 2 kvadratdan ziyod yasayverdingizki, uni baribir issiqqa egilishi borda. Alyuminiy rom bu egilmaydi. O'zini formasini yo'qotmaydi. Uzoq vaqtga xizmat qilib beradi. Bu alyuminiy rom bular hammasi shumoizolyatsiya, desibel deydi-ku sizlarga. O'sha desibellari balandroq romlar bular. Misol uchun mana bizda plastik rom qo'yilgan. Plastik rom ustki bo'lgani uchun bu yerga plastik rom qo'ygan. Ha, o'sha bu yoqda plastik rom qo'yilgan. Bu yoqda o'sha boshqa narsa ishlatilgan. Bu yerda ham o'zi antrazit 306, bu yerda ham antrazit ram qo'yilgan. Shishalari qora shisha qo'yilgan. Xo'p, mana bu hozir 3 ga 4 ga bo'lingan-ku. Bu bo'laklarni sizlar o'zlaringiz tavsiya etasizlarmi yoki bu dizayn asosida qilinadimi? Hozir bu yerda mijozimizda talablardan kelib chiqganmiz bu narsani. Buni gabaritni qilib kattaroq qilsa ham bo'lardi. Hamma joyda har xil. Kimdir o'zi xohlaydi, shunaqa fasonni kimdirga chizib beramiz. Hozir ana oynalarga ham e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ko'cha yaqqol ko'rinib turibdi. Ko'chadan ichkari unchalik ham ma'lum emas. Keling, bu taraflarni ham ko'raylik. Zal uchun hamma narsaga e'tibor bilan ishlayaptilar. Hamma narsa o'zlarining talablari bilan bo'lgan bu yerda. Yo'q, chiroyli qilishdi. Hozir ana bu yerda bilmadim, menimcha detiski o'zlarining sifatlari bo'lsa kerak. Hozir eshik, misol uchun bittani shu ichida turgan shotlankasi ham o'ziga yarasha bir hid berib turibdi. Misol uchun eshik bo'lgani bilan birga bu misol uchun shu xonaga sovuqlik olib kirmaydim degan savol bo'lishi ham mumkin-da. Bu sovuqlikni umuman olib kirmaydi. Qurshdagi bo'lmasam tepadagi qavatlardagi mijozlarga qilib bergan ishlaringizni ham ko'rib chiqamiz. Hozir bu общий zalda nimaga mana bunaqa forchikalar qo'yilgan? Bu ochilishga agar pastdan qo'yadigan bo'lsak, ochilish xalaqtlarda ikkita deraza ikki xil bo'lib qolardi. Keyin bu ochilish qanaqa odamga tegmaydi, yurgan vaqtga ozgina ochish imkoniyatini beradi. Veterni xodni hisobga olganmiz. Misol uchun eshik ochgan vaqtga forchika ochilsa, havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Havo aylanadi. Bu forchikalar mexanizm bilan turadi. Xohlasa yuqoridan pastga qarab ham qo'ysa bo'ladi bular. Bunaqasiga ham. Ha, ya'ni 2 xil, 3 xil formatda ishlaydi. Zo'r. Qurshdagi aynan mana shu loyihaga necha pulli eshik romlar qo'yib bergansizlar? Bu loyihaga biza 134 millionlik eshik deraza rom qo'yib berganmiz. Общий kvadrat metrda 82 kvadrat metr rom qo'ygan. Xo'p, keyingi savolim aynan mana shunaqa qimmat klientlar, ya'ni premium mijozlar nima uchun aynan sizlarni tanlashgan? Eng birinchi sababi bu 12 yil tajribamiz borligi, zamonaviy texnologiya bilan ishlashimiz, boshqalardan mahsulotlarimiz sifati ajralib turishi. Shularga ko'proq e'tibor qaratadilar. Biza klientlar bilan individual ishlaymiz. Klient talab qiladigan, misol uchun kimdir dizaynerga chizdiradi, o'sha narsani, shu chizilgan narsani chiqarish xohlaydi. Biza o'sha narsani oldindan chizib berib, klientni ko'rsatib turib o'sha narsani chiqarib beramiz. Dizayn qilinadi, dizaynga mos eshik deraza rom qilib beramiz. Ya'ni har bitta mijozda sizlar chizma asosida ko'rsatib berasizlar va o'sha buyurtma bergan narsasi birga bir o'zi kelib chiqadi. Shunday. Asosiy sabab shu. Misol mana shu katta proyektda 84 kvadratlik misol buyurtmani qabul qilgansizlar. Misol qanaqa muddatda bitkazib berasizlar? 6 oylab kutish kerakmi sizlarni yoki mijoz qancha vaqt, например, kutish kerak taxminan? Muddat odatiy romlarga 7 kun, 10 kun bo'ladi. Misol uchun sложностьligiga qarab, qiyinchiligiga qarab, talab, misol uchun mahsulotning turiga qarab 1 oygacha cho'zilishi mumkin. Demak, 1 oy ichida qancha katta bo'lsa ham obyekt bemalol buyurtmalarni yetkazib berib bilasizlar. Shunday. Uzoq bilan 1 oy. Endi ba'zi mahsulotlar bor, misol uchun obyektning kvadrat metri ham ta'sir qiladi. Mahsulotning turi ham ta'sir qiladi. Ba'zi mahsulotlar bor, 1 hafta 10 kun ichida tayyor bo'lib qoladi. Demak, do'stlar, xudo xolasa agar sizlarda ham mana shunaqa katta ob'yomdagi loyihalaringiz bo'lsa, bemalol Chorrom kompaniyasiga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Bu kompaniyada sizlar o'zlaringiz xohlagan va o'zlaringiz istagan assortimentda mahsulotni bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana mijozlarni bemalol kelib uylarda bizni tasvirga olyapmiz. Mijoz nimaga ruxsat berdi? Sababi bu kompaniya aynan o'ziga yuklangan vazifani a'lo darajada topshirganligi uchun. Hammaga tavsiya etamiz. Chorrom sizlarga faqat eng yaxshisini tavsiya etadi. Mana shuncha yil bosib keldingiz.
shunaqa vaziyatlar bo'lgan, bankrotlikka uchrash yoki pul bilan qanaqadir muammo bo'lganmi? Уже biznes to'xtab qolay yoki to'xtab qolgan jarayonlari bo'lganmi? Misol, har bitta biznesda bo'ladi shunaqa bitta chuqurlik, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Birdaniga o'sish, o'sha chuqurlikdan keyin tezlashib ketadi. O'sha jarayonlar sizda bo'lganmi? Qanaqa qilib o'sha vaziyatlardan chiqqansiz? Bankrotlik holati deb bo'lmaydi-yu, lekin adashmasa 2023-yil, 2022-yillarga kelib korxonada shunaqa vaziyat bo'lganda, bu to'g'ri boshqara olmaslikdan. Shunday gap borda, yomon lashkar bo'lmaydi, yomon lashkarboshi bo'ladi degan gap borda. Qachonki lashkarboshi zo'r bo'lsa, u yaxshi cho'qqilarga erishadi. Shunday bo'lganda o'zimda ayb deb bilaman, korxonada birdaniga 10 ta xodim bo'shab ketgan. Yonimda bitta xodim qolgan. O'sha bilan natijaga erishishni boshlaganmiz. Hamma narsa yaxshilikka bo'ladi. To'xtab qolgan ish faoliyatni o'shandan keyin kengaytirish boshlaganmiz. Avtomatizatsiyani qilganmiz, yangi zamonaviy texnikalarni olib kirganmiz. Ko'chadan kimni ko'rsak, bizdan sexga ishlab biladigan darajaga yetkazganmiz hozirgi holatda. O'sha paytda necha xil mahsulot ishlab chiqarardingiz? Hozir necha xil assortiment misol sizlarda hozir? Biza oldin eshik derazani, misol uchun MDF eshik derazalar, kuxonniy garniturlar ishlab chiqarganmiz. Misol uchun alyumin romlardan eshik deraza chiqarganmiz. Faoliyatimiz keng bo'lgan. Misol uchun issiqxonalarimiz bo'lgan, teplitsalarimiz bo'lgan, asalorchiligimiz bo'lgan. Faoliyat ko'p bo'lgan. Bitta narsani bildimki, faoliyat kengayishi uchun doim odam bittasini yaxshi natijaga olib chiqib 70-80% ga chiqargandan keyin keyingi ish faoliyatini boshlash kerak. Sababi hammasi bilan bozorda hamma qatori bo'lib yurish noto'g'ri. Hammadan yuqorida turish kerak. Bitta ishni mukammal darajaga bilish kerak. O'sha vaqtga biznes bo'ladi. Bu o'sha fokus tarqamasligi uchun tadbirkor qanaqadir oldiga maqsad qo'yish kerakmi? Qanaqa qilib qaysidir biznes yaxshi rivojlangan payt boshqa biznesga chalg'imasligi kerak? Nima ish qilish kerak chalg'imaslik uchun? Maqsad yozilgan bo'lishi kerak. Maqsad yozilgan bo'lishi kerak. Korxona jamoaniki bo'lishi kerak. Tadbirkorniki emas. Qachonki kassadan pul yechib olib ketaversak, pul yechib olib ketaversa, moliyaviy inqirozga uchrasa, u korxona bo'lmaydi. Mahsulotda sifatli bo'lishi uchun tadbirkor nima narsalarni ustida ishlash kerak? Bunda texnologiya yaxshi bo'lish kerakmi, komanda yaxshi bo'lish kerakmi yoki qimmat produktlar, tovarlar olib kelib, ularni qayta ishlab chiqarish kerakmi? Nima qilish kerak? Mahsulot sifatli chiqishi uchun aynan biz o'zimiz eshik deraza rom sohasiga qarayotgan bo'lsak, birinchi navbatda halollikka e'tibor berish kerak. Klient doim mijoz, rozi bo'lish kerak qilayotgan ishidan. Kelishuv yaxshi bo'lish kerak. Men o'sha eshik deraza rom ishlab chiqaradigan korxonalarga bitta tavsiyam, klientni rozi qilishni o'ylash kerak faqat. Klient qachonki rozi bo'ladi, u aytgan narsa, kutgan narsasini olsagina. Doim o'z ustida ishlab borish kerak. Texnika, zamonaviy texnikani olib kirish kerak. Eng so'nggisini olib kirish kerak. Mehrini berish kerak. Bitta narsa borki, ikiga tushunchasi bor, eshitgan bo'lsangiz. Odam o'sha qilayotgan ishini o'zi sevish kerak birinchidan. O'sha o'zini hobbi bo'lish kerak, o'shanda yaxshi daromad ko'rish kerak. O'sha vaqtda mahsulot zo'r chiqadi. Men shunday deb o'ylayman. Hozirgi kungacha eng qimmat olgan uskunangiz necha pul? Va u nima vazifani bajaradi? Hozirgi kunga eng qimmat uskuna bizada reska stanok bor. Bu kesa degan apparatimiz aniqlik bilan kesib beradi. Eng zamonaviy uskunalarimizdan bittasi o'sha, misol uchun maxsus kesa degan apparatlar bor bizada. Eng zamonaviy. Ular narxi necha pulga tushgan sizga? 17.500, 17.000 dollar atrofiga tushgan. Hozir yana qimmat bo'lgan bo'lsa kerak. Xo'p, aynan ikkinchi showroomda nima uchun 20.000 dollar sarfladingiz? Aynan ikkinchi showroom uchun nima uchun aynan 20.000 dollar sarfladingiz? Zo'r savol. Bu 20.000 dollar sarflanishining sababi birinchi filialimizda qo'limizdan kelardi o'sha ish, lekin ko'rsatib bera olmasdik. Klient keladi, mijoz keladi, biza olmoqchi, lekin o'sha narsani ushlab ko'rgisi, ochib yopib ko'rgisi keladi. O'sha narsani bera olmaganmiz. Emotsiyasini bera olmaganmiz. Uyimga tursa qanaqa ishlaydi?
rostdan ham shunaqa qimmat narsa, shunaqa pul turadimi? Shu arziydimi degan savollariga bittaga javob olish uchun qilganmiz. Foydalanib ko'radi, ishlatib ko'radi, haqqoniy sifatliligini ko'radi, keyin zakaz berib ketadi. Shu sabab bo'lgan. Bizada shunaqachi jadalcha ishlaymiz-da, bizaga nima deydi? Hashamatga pul to'lamasin. Brend uchun pul to'lamas, sifat uchun pul to'lasin. Mahsulot yaxshi borsin, yaxshi mahsulot qo'yilsin, tan narxi mijozlarga to'g'ri kelsin. Shu taraflarni o'ylaganmiz. Xo'p, kompaniyada xodimlar soni oshgan sari tartibsizliklar boshlanadi. Qachon o'zi kompaniyaga tizim qo'yish kerak va u tizim qaysi tartibda, qaysi bosqichlar bosib o'tilishi kerak tizim qo'yish uchun? Hamma narsa malakadan kelib chiqib, nima deydi? Vaqt sayin rivojlanib boradi-da, o'sha tizim ham shakllanib boradi. Aslida bilsangiz agar sayohatga chiqsangiz yozasiz. Men falon vaqtga turaman, falon joyga boraman, vaqtingizni, kuningizni rejalashtirasiz. Nima uchun tadbirkorlar men shu narsani tushunmayman? Tadbirkorlik boshlagan vaqtda nima, qachon borishini, qayerga chiqishini rejalashtirmaydi. Tizimni boshdan qo'yish kerak. Ya'ni har bir tadbirkorda strategiya bo'lishi kerak. Strategiya bo'lishi kerak. Strategiya qadamlari taktikaga bo'lishi kerak. Shunday. Xo'p, strategiya tuzishni ko'pchilik bilmasligi mumkin. O'zi strategiyani qanaqa qilib tuzgansiz? Va necha yillik tuzgansiz? 10 yil vaqtimiz ketdi. Shu strategiya qilishimizga ham hol-holi tizimlashtiramiz, hol-holi harakat qilamiz shu narsaga. Tadbirkor hech qachon ilm olishdan yoki kimgadir shu narsani iltimos qilishdan, kimdir bilimini olishdan uyalmasligi kerak. Bilim yetmayaptimi? Ko'chadan tizim qo'yadigan olib kelib tizim qo'ydirish kerak. Qila olmayaptimi? Qilib biladigan odam. Men o'zim zo'rman deb to'xtamaslik kerak. Olib kelish kerak. O'shani ilmidan, bilimidan foydalanish kerak, birga ishlash kerak. Sherikchilik qilish kerak. Tadbirkorlar kengayish kerak. Korxonada yana bitta narsa aytaman, shogirdni shogird deb qaramaslik kerak. Uni ham o'zini, misol uchun shunaqa narsalar borki, shogirdingizdan zo'r fikr chiqadi, joy kelsa. Shogird ustozdan o'tmagan shogird emas deydi-ku. Shogirdni tinglab ko'rish kerak. Kimdir bor, obro' istaydi. Men ham deydi, ustomday bo'lay deydi. Men ham zakaz olishga chiqay deydi. Ular o'zini qaysi joyga iskisa, imkoniyat berish kerak, shug'ullanib ko'rish kerak. U shunchalik yoningizga qolishi aniqroq bo'ladi o'sha vaqt. Ko'pchilik ustalarga tavsiyam shogirdga imkoniyat berish kerak. Xo'p, siz biznes yo'lingizdagi ustozingiz kim? Ustozlarni ko'p. Nima qarasa, birinchi ustozim Jamol aka degan usta bor edilar. Hozir eshik deraza sohasidan salgina chiqqanlar. O'sha kishi aslida ustom. Har xil joyda o'qib kelganman, Toshkentda o'qib kelganman. Ish soha bo'yicha ilm ham olib kelganman. Buni olib qarasada. Aynan o'z sohangizda o'z o'sha mutaxassisligimiz bor. Eshik romlar bo'yicha ekspertdan ham tahsil olgansiz. Shunday. Zo'r. Xo'p, hozirgi kunda kompaniyani savdosini oshirish uchun onlayn bozorga kirish tartibi qanaqa bo'lmoqda? Shu masala. Ya'ni misol hozir ko'pchilikdagi muammo klientlarni kamayganligi, kimdir vaqtida 10 yil oldin savdosi uchgan, hozir savdosi pasaygan. Nimaga desangiz, yangi modul o'ylab topmayotganligi. Mana sizda o'zi yangi uskunalar olib kelyapsiz, showroomlar qilyapsiz, brending qilyapsiz. Yangi modullarni harakatiga tushyapsiz. Endi onlayndan mijoz tortish uchun nima ishlarni bajarmoqchisiz va nima ishlar qilyapsiz? Hozir onlaynda ham savdo qilishni yo'lga qo'ymoqchi biz. Misol uchun sotuvchi sayt qilmoqchi biz. Ijtimoiy tarmoqlarni yuritamiz. Bozorda nima deydi? Shakli deydim o'zgaryapti. Bozor oddiy bozordan o'sha onlayn bozorga o'tib boryapti. Qaysidir sohalar o'sha o'tib ham bo'ladi. Bozor talabidan kelib chiqib o'zgartirish kerak. Endi bizlarning mijozlar asosan ko'radi, baribir kelib ko'rishi. Bizada sotuv jarayonlari mijoz ko'radi, biz haqimizda eshitadi, ishlatib ko'rsatamiz. To'g'ridan to'g'ri savdo bo'lmaydi. Lekin onlaynga o'tishga harakat qilamiz biz ham. Zo'r.
hozirgi qo'lingizdagi komanda, hozirgi qo'lingizdagi texnologiya bilan maksimal kuchda ishlasa, bir oyda qancha pul aylantirish mumkin? Qancha mijozga xizmat ko'rsata olasiz? Zo'r savol. Hozirgi vaqtga kelib 1 yilga oborotimiz 4 milliard, 5 milliard savdo qilamiz 1 yilda. Hozirgi endi qo'limizdagi yangi zamonaviy uskunalar bilan 20 milliardga ham chiqarsa bo'ladi. Demak, hozir qo'lingizdagi bor imkoniyatlar to'liq kuch bilan ishlamayapti. Shunday, hozir to'liq kuch bilan ishlamayapti. Jamoa 1 kvadrat 1 oyda 1000 kvadrat metrgacha rom ishlab chiqarib hozirgi korxonamiz. 1000 kvadratgacha ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Zo'r. Xo'p, bugungi kunda sizdagi eng katta muammo nima? Og'riq berayotgani. Jamoa shakllantirishda qiynalyapsizmi? Tizim qo'yishdami? Nima bo'yicha? Va ular muammolarning yechimini qayerdan topyapsiz? Misol hozir sizni bosqichingizda qaysidir tadbirkor turgan bo'lishi mumkin. Buxoroda yoki butun O'zbekistonda qaysidir tadbirkor hozir sizni qadamlaringizni bosib kelayotgan bo'lishi mumkin va o'sha qadamlarda u ham qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Siz qanaqa qilib yechim topyapsiz va yoki topgansiz shu yechimlarni? Birinchi navbatda korxona tizimlashishi kerak. Biz hozir eng katta muammolardan bittasi tizim qo'yishda. Tizim qo'yamiz, bo'lmasa boshqa yana tizim o'ylaymiz. Menimcha hammaga shu tizim bilan xodim masalasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rustaga bugungi suhbatimiz zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Vaqtingizni ajratib keldingiz, hurmat qildingiz. Xursandman. Xo'p.